Eris to'xtadi. Uning qarshisida ulkan, qurigan chinor daraxti turardi. Daraxtning tanasida qarg'a qoldirgan qonli tamg'a bor edi. Birdan atrofda quyuq tuman paydo bo'lib, hamma narsani yashirib qo'ydi. Eris sovuq ovozda: "Chiq, soyalar ustasi, o'zingni qarg'alar ostiga yashirishing sendek generalga yarashmaydi." Soyalar bilan uchrashuv. Tuman ichida qora, uzun plash kiygan, yuzi ko'rinmaydigan bir mavjudot chiqib keldi. Uning atrofida o'nlab qora qarg'alar aylanib uchar, ko'zlari qonga to'lgandek porlardi. Soyalar ustasi xirallagan ovozda: "Kutilmagan mehmonlar, gildiyaning sarguzashtchilari bu qadar jasur deb o'ylamagandim. Sizlar o'sha buyuk qahramon Syuri kabi o'limni qidirib keldingizlarmi?" Lili g'azablanib: "Og'zingga qara, iblis! Sen gapirayotgan odam kimligini bilmaysan ham." Eris ringni to'xtatib: "Demak, sening maqsading bu maktabni yo'q qilishmi yoki minaning ichidagi mav'uda in'omni qo'lga kiritishmi?" Soyalar ustasi makkarona kulib: "Ikkisi ham, lekin bugun men faqat kuzatuvga kelgandim. Biroq, Erissan, sendagi bu kuch, men uni qayerdadir ko'rgandekman. Sen oddiy sarguzashtchi emassan." Jang boshlanishi. Iblis qo'lini ko'targan edi. O'rmon tubidan o'nlab soya maxluqlar chiqib kela boshladi. Ular ko'lankadek harakatlanar va kutilmagan joydan hujum qilar edi. Eris qilichini tutqundan chiqarmasdan: "Reyn, mashg'ulotni boshlaymiz. Ularning hammasini parchalab tashla. Men esa mana bu qushbo'z bilan shug'ullanaman." Lili chaqmoqdek tezlikda maxluqlar orasiga kirib ketdi. Eris esa xotirjamlik bilan soyalar ustasiga tomon qarab yurdi. Yer uning har bir qadamida muzlab borardi. Eris soyalar ustasining qarshisida juda xotirjam turardi. U o'zining cheksiz qudratini deyarli butunlay yashirgan, hozirda bor-yo'g'i yarim foiz kuchini ishlatayotgan edi. Iblis buni sezmadi. U Erisni shunchaki omadi kelgan biroz iqtidorli sarguzashtchi qiz deb o'yladi. Soyalar ustasi masxara qilib kulib: "Shunchaki sarguzashtchi ekaningni bilardim. Sening bu zaif zarbalaring hatto qarg'alarimni ham qo'rqita olmaydi." Iblis o'z g'alabasiga ishonib, bor kuchi bilan oldinga otildi. U Erisni bir zarba bilan yo'q qilmoqchi bo'lib, qora sehrli changalini siltadi. Lekin aynan shu lahzada Erisning nigohi o'zgardi. Uning moviy ko'zlarida sovuq bir uchqun porladi. Eris bor-yo'g'i bir barmog'ini ohista harakatlantirdi. "Portlash!" dedi u pichirlab. Kutilmaganda iblisning ko'kragiga dahshatli kuch kelib urildi. Bu shunchaki qattiq zarba ediki, soyalar ustasi havoda koptokdek uchib ketib, bir nechta ulkan daraxtlarni sindirib o'tdi va o'rmon tubiga borib tushdi. U yerda o'tirgancha og'zidan qora qon sachrab dahshat Erisga qaradi. Soyalar ustasi harsillab qaltirab: Bu nima edi? Bunday kuch inson bolasida bo'lishi mumkin emas." Iblis mag'lubiyatni tan olmadi. U g'azabdan bo'kirib, o'zining eng xavfli qobiliyatini ishga soldi. Uning tanasidan qop-qora, quyuq tuman chiqib, butun maydonni o'rab oldi. Bir necha soniyada Eris atrofida hech narsani ko'rib bo'lmaydigan zulmat tuman ichida qoldi. Soyalar ustasi tumanning har tomonidan kelayotgan ovozi: "Sen baribir o'lasan. Mening tumanimda men xudoman. Ko'zing ko'rmaydigan narsani himoya qila olmaysan." Iblis tuman ichida ko'lankadek harakatlanib, kutilmaganda Erisning ortida paydo bo'ldi. U o'zining ulkan qora qilichini baland ko'tarib, bor kuchi bilan Erisning bo'yniga zarba berdi. Qilich havoni kesib o'tganida dahshatli ovoz chiqardi. Bu zarba har qanday narsani parchalab tashlashi aniq edi. Lekin kutilmagan voqea yuz berdi. Qilich Erisga tegishiga 1 millimetr qolganda, qorong'ulikdan qora sovut kiygan, ko'zlari binafsha rangda porlayotgan bir qo'l chiqdi va iblisning qilichini havoning o'zida ushlab oldi. "Qilich" degan ovoz eshitildi. Iblisning sehrli qilichi o'sha sirli qo'lning ushlashidan dars ketdi.
Shu paytdaman xuddi shamol haydagandek tarqalib ketdi. Eri sal ham o'sha xotirjam holatda, hatto ortiga qaramay turardi. Uning qarshisida esa bo'yi 2 metrdan baland, butun vujudidan qora olov chiqib turgan haybatli soy askar qaqqayib turardi. U iblisning qilichini shunchaki bitta qo'li bilan to'xtatib qo'ygandi. Soylar ustasi dahshatda qotib qoladi. Soya askar bu faqat o'sha shaxsning qo'l ostida bo'lishi mumkin edi-ku. Sen kimsan o'zi? Eri sekin o'girildi. Uning labida makkirona lekin go'zal bir tabassum bor edi. Senga aytganimdek, men sarguzashtchiman, lekin mening soyalarim, ular sening soyalaringdan ko'ra ko'proq itoatkor. Lili o'ziga hujum qilmoqchi bo'lgan oxirgi soya maxluqning boshiga pichoq dastasini etkizib urdi-da, e'tiborni eri tomonga qaratdi. Ulkan qora askarni ko'rib, u ensasini qotirgancha qo'llarini belga qo'yib yurib keldi. Lili baland ovozda kulib, voy opa, yana o'sha eski odatingizni boshladingizmi? Axir kelishgan edik-ku, hammasini o'zim hal qilaman deb. Bu temir tersakni chaqirishingiz shartmidi? Men endi qizishayotgan edim-ku. Soyalar ustasi duduqlanib, temir tersak, sen bu dahshatli mavjudotni shunchaki o'yinchoq deyapsanmi? Lili iblisning yoniga kelib burnini jiyirdi. Amaki, siz hali hech narsani ko'rmabsiz. Obam bunaqa qo'riqchilardan mingtasini bir sanada chaqira oladi. Shunchaki u dangasa o'zi qimirlashni yoqtirmaydi. Men bo'lsam poyga o'ynaymiz deb xursand bo'lib yuribman. Lili soy askarning yoniga borib, uning qalin sovutiga barmog'i bilan to'q qilib urib ko'rdi. Lili: hey janob soya, bugun muncha jiddiysiz. Opam sizga iblisni qo'rqit deb buyruq berdimi? Qarang, amakining rangi oqarib ko'mirga o'xshab qolibdi-ku. Erisining sovuq javobi. Eris yuzda deyarli sezilmas tabassum bilan: Lili, ko'p gapirma, men shunchaki tuman ko'ylagimni rasvo qilishini xohlamadim. Bu askar esa shunchaki soyabon vazifasini o'tab berdi. Soyalar ustasi g'azab va qo'rquv aralash. Sizlar jinni bo'lgansizlar. Men qirollikni titratgan generalman. Meni masxara qilishga qanday jur'at qildinglar? Lili qah-qah urib kulib yubordi. Voy, generalmishlar. Opa, eshityapsizmi? Bu kishi o'zini muhim odam deb o'ylayapti. Keling, buni askaringizga bering, biroz ko'pda qilib o'ynasin. Men esa videoga olaman. Eris sekin qo'lini ko'tardi. Soya askari iblisning qilichini xuddi quruq shoxdek qirs etib sindirib tashladi va iblisning tomog'idan bo'g'ib uni havoga ko'tardi. Lili iblisning burniga barmog'i bilan turtib, voy amaki, general deganingiz shumi? Ko'zlaringiz xuddi qo'rqib ketgan quyonnikiga o'xshab qolibdi-ku. Qani o'sha tumanlar, qani o'sha men xudoman degan gaplar? Soylar ustasi bo'g'ilib xirillab, meni qo'yib yuboringlar, sizlar hali pushaymon bo'lasizlar. Xo'jayinim kelsa hammangizni. Lili kulib yubordi. Voy, xo'jayinim kelsa emish, xuddi bog'chada yiqilib tushib, akamni chaqiraman deydigan bolachalarga o'xshar ekansiz. Opa, eshityapsizmi? Bu kishi hali ham ertaklarga ishonar ekan. Lili cho'ntagidan bitta olma chiqarib, uni kirsilab tishladi-da, iblisning yuziga qarab, olmani chaynab gapirishda davom etdi. Lili: bilasizmi nima, general janoblari, sizning xo'jayiningiz hozir bizdan qanchalik qo'rqishini tasavvur ham qila olmasangiz kerak. U sizni bu yerga nima uchun yuborganini bilasizmi? Shunchaki opamning kayfiyatini tekshirish uchun o'yinchoq qilib yuborgan. Siz esa bunga ishonib o'zingizni qahramon deb o'yladingiz. Bechora. Soylar ustasi g'azabdan ko'zlari qizarib, yolg'on, men eng sodiq xizmatchiman. Lili iblisning plashining chetidan ushlab kirni qoqdi. Sodiq? Ha, shunaqa bo'lishi mumkin, lekin juda ham bir martalik xizmatchisiz. Qarang, hozir askarimiz bitta qo'lini qattiqroq qissa, sizdan faqat
qarashang qoladi. Sizni kim sog'inadi? Hech kim. Hatto qarg'alaringiz ham allaqachon boshqa xo'jayinni topib qochib ketishdi. Lili to'satdan jiddiylashdi va iblisning qulog'iga yaqinlashib shivirladi. Xo'sh, qadrli amaki, sizni qiynamasdan o'ldirishimizni xohlaysizmi? Yoki askarimiz sizni bitta tishlaringizdan sug'urib, keyin shashlik qilishini kutasizmi? Tanlov o'zingizda, lekin shoshiling, opamning sabri mening olmamdan ham tezroq tugaydi. Iblis dahshat ichida Erisga qaradi. Erisning sovuq nigohi va uning ortidagi soyaskarning yutgan gaftasi unga haqiqiy do'zaxni eslatardi. U tushunib yetdi, bu qizlar salg'ichashchi emas, ular dahshatning o'zginasi edi. Eris: sabrim tugadi, aytsang ayt, yoki seni tezroq o'ldiraylik. Bu yerda zerikib ketdim. Iblis: nima, sen ahmoqmisan? Sen nimasan o'zi? Eris: men shunchaki sobiq hukmdor edim, ancha oldin. Hozir shundayman, faqat bu dunyoda seni hukmdoringga o'xshab bir joyda qolmayman. Iblis: bu bilan nima demoqchisan? Eris: nahotki anglab yetmading? Iblis: nimani? Eris: men iblis ekanligimni. Askar, uni o'ldiraver. Askar iblisning tomog'ini shunday kuch bilan qisdiki, soyalar ustasining so'nggi bo'g'iq ovozi eshitildi. So'ngra askar o'zining ulkan qora qilichini bir siltashda iblisning yuragidan o'tkazdi. Iblis qora jangga aylanib, butunlay yo'q bo'lib ketdi. Daraxtlar ortida yashiringan julik nafas olishga ham qo'rqib turishardi. Ayniqsa Mina ochiq qolgan og'zini qo'li bilan yopib, ko'z yoshlarini zo'rg'a tiyib turardi. Mina pichirlab deyarli eshitilmas ovozda: nima ishyoryapsan? Iblis bo'lganmi? Eris ham iblismi? Men kimga ishongan edim? Dante qilichini ushlagan qo'llari qaltirab: Silyasan, buni ko'rdingizmi? U hozirgina o'zini hukmdor deb atadi. Biz hozir salg'ashni emas, haqiqiy yovuzlikni himoya qilib yurgan ekanmiz-ku. Silya ko'zlari qat'iy, lekin ichida nima bo'layotganini bildirmay: jim bo'linglar, hozir u bizni sezib qolishi mumkin. Uning kuchi biz o'ylagandan 1000 marta ko'p. Agar u iblis bo'lsa ham hozircha biz tomonda, lekin bu haqiqat hamma narsani o'zgartiradi. Shiorining sezgirligi. Eris iblis o'lgandan so'ng sekin o'sha daraxtlar yashiringan tomonga o'girildi. Uning ko'zlari qorong'ulikda xuddi yirtqich hayvonnikidek porlardi. Soya askar ham o'sha tomonga qarab qilichini tayyorladi. Lili olmasini oxirigacha tishlab kulib qo'ydi. Opa, mehmonlarimiz yig'ilib o'tirishibdi shekilli. Chiqmaysizlarmi? Biz sizlarni allaqachon ko'rib bo'ldik-ku. Eris bir necha qadam oldinga yurdi. Har bir qadami yerda muzli gullar hosil qilardi. Eris baland ovozda sovuqqonlik bilan: Mina, Dante, Silya, yashirinib o'tirish sizlarga yarashmaydi. Eshitganingizdek, men inson emasman. Xo'sh, endi nima qilasizlar? Qilinchlaringizni menga ko'tarasizlarmi yoki menda hali ham savollaringiz bormi? Eris hamon o'sha sovuq nigoh bilan: insonlar doim hamma narsani o'z foydasiga tushunishni yaxshi ko'radilar. Men seni hech qachon aldamadim, Mina. Men shunchaki haqiqatni aytishga vaqt topolmadim. Mina qilichini sug'urib Erisga qarata o'qtaldi. Vaqt topolmading? Biz sening o'liming uchun motam tutdik. Men sening qabring poyida so'zlab yig'ladim. Sen iblislar hukmdori bo'la turib bizning ustimizdan kulib yurganmisan? Biz sen uchun shunchaki shaxmat taxtasidagi piyodamiz, shundaymi?